Assalomu alaykum. Siz bilan haftalik Kiber Digest. Ushbu haftada mamlakatimizda Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti, Kiberxavfsizlik markazi va uning hududiy bo'linmalari tomonidan amalga oshirilgan ishlar, shuningdek tizimda sodir bo'lgan eng muhim xabarlar bilan sizlarni tanishtiramiz. Noyabr oyi respublikamizda kibermadaniyatni yuksaltirish oyligi deb e'lon qilindi. Oylik davomida mamlakatimiz aholisining barcha qatlamlari orasida keng qamrovli targ'ibot, tashviqot tadbirlari, talabalar, maktab o'quvchilari va tashkilot xodimlari uchun treninglar, yutuqli tanlovlar va kibersport musobaqalari, onlayn va offlayn o'quv dasturlari o'tkazilishi belgilangan bo'lib, barcha tadbirlar blogerlar va ommaviy axborot vositalari tomonidan yoritilib boriladi. Oylik tadbirlardan maqsad fuqarolarning kibersavodxonligini oshirish va raqamli xavflardan himoya qilish ko'nikmalarini mustahkamlash. Qashqadaryo viloyatida fuqaroning suratlarini sun'iy intellekt yordamida montaj qilib, pul talab qilgan shaxs qonun oldida javob beradi. Chiroqchi tumanida yashovchi shaxs 2 yil davomida Telegramdan 5 ta akkaunt ochib, xotin-qizlar bilan yozishmalar olib borgan. Ularning sahifasidagi rasmlarni sun'iy intellekt orqali tahrirlab, ularni behayo holatga keltirgan va tarqatish bilan qo'rqitib pul talab qilgan. Tezkor harakatlar natijasida u tomonidan sodir etilgan 21 ta kiber firibgarlik va boshqa turdagi jinoyatlar fosh etildi. Jinoyatda foydalanilgan telefon va bank kartasi protsessual tartibda olindi. Hozirda ushbu shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirgi lavhamiz Andijon viloyati kriptoaktivlarning noqonuniy faoliyatiga chek qo'yilganligi xususida so'z boradi. Andijon Ichki ishlar boshqarmasi va Farg'ona huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan tadbirda 1995-yilda tug'ilgan shaxsga tegishli iPhone telefonda Hashtags platformasi orqali kriptoaktivlar bilan noqonuniy operatsiyalar amalga oshirilgani aniqlandi. Uning akkaunti orqali jami 68 milliard 212 million so'mlik kriptoaktivlar qonunga xilof ravishda sotib olingan, o'tkazilgan va ayirboshlangani fosh etildi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Namanganda halol daromad topish va'dasi ortida fuqarolarni chuv tushirgan shaxs qo'lga olindi. Namangan viloyatida halol daromad topish va'dasi ortida fuqarolarni aldab kelgan shaxs qo'lga olindi. U Telegram orqali oson va tez daromad topishni va'da qilib, boshqa viloyatlarda yashovchi fuqarolar nomiga rasmiylashtirilgan telefon raqamlari va bank kartalaridan foydalanib kelgan. Jabrlanuvchilar orasida Navoiy viloyatida yashovchi 20 yoshli yigit ham bo'lib, u firibgarga ishonib 7 million so'm pul topshirgan. Ammo qora ro'yxatga tushgandan keyingina o'zining aldanganini anglagan. Ariza asosida o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida ushbu shaxs Toshkent shahrida qo'lga olindi. Unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Siz Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti Kiberxavfsizlik markazining haftalik dayjesti bilan tanishdingiz. Kiberjinoyatlar bo'yicha to'liq va ishonchli ma'lumotlarni faqat bizning rasmiy sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.